Hammaga assalomu alaykum. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda tezkor xabar tarqadi va yangi chiqayotgan videolarni va yangiliklarni, tezkor xabarlarni mana shu kanalimizda ko'rib, kuzatib borishlaring mumkin va video boshlanishidan oldin kanalga bittadan like bosib, izohlarda o'zlaringning fikrlaringni bemalol yozib ketsalaring bo'ladi. Hozirda Abror Muxtor Ali ikkinchi, uchinchi yoki to'rtinchi xotiniga mana uylanyapti degan video tarqadi. Tezkorlik bilan hozir hamma joyda shov-shuv bo'lib yotibdi. Mana shu videoga Abror Muxtor Ali o'zlarining fikrlarini bildirib o'tdilar. Izohlarda, kommentariya bo'limida fikr yozishdan oldin shuni bilinglarki, bu videoni, mana shu videolarni tarqatgan insonlar ham va Abror Muxtor Alining o'zi ham bu videoni ko'rib boradi. Shunga izohlarda fikrlaringni chiroyli qilib yozib bildirib o'tib ketsalaring bo'ladi. Video oxirida ajoyib va qiziqarli qisqa metrajli film bor. Ana shuni ham bir ko'rib o'tib ketsalaring bo'ladi va izohlarda hamma videoni to'liq ko'rib bo'lgandan keyin bemalol fikrlaringni chiroyli qilib yozib o'tib ketasizlar. Hammaga rahmat. Yana bitta chiroyli xabar aytayin. Men haligi qiz uzatgan otaga 40 yil tegma degan bizning o'zbekda maqol bor-ku. Charchoqdan chiqdim, qiz uzatdim, qiz. Qiz uzatdim degani o'zimni ya'ni qizim nasu bizni xonadonda yurgan bir yaxshi talaba singlimiz bor. Shuni to'yi bo'ldi. To'y endi oilalari yaxshi, odobli, axloqli, ajoyib odamlar. Bizni uyimizdan chiqarishdi endi to'yga. Bizni uyimizdan chiqdi, to'ylari o'tdi. Endi alhamdulillah bugun omonatni topshirib keldik kuyovga. Kuyovim yaxshi bola, o'zimizni tanigan, bilgan kishilarimizdan. Alloh baxtli qilsin, saodatli qilsin, yoshlarni o'rtasidagi muhabbatni ya'ni mustahkam qilsin. Farzand zurriyotlar bersin, sog'lik ha. Lekin Abror Muxtor Alini iloji boricha shu tirnog'ini ostida kirib bo'lish kerak shuni deb qidirib yurganlar. O'sha to'y arafasida videoni olishib kanallarga tarqatishyapti ekan. Abror Muxtor Ali yana uylanibdi deb bir namanganlik bir xotin gapiribdi xullas. Namangancha qilib, Namanganni yaxshi ko'raman o'zi, Namangan avliyolar shahri. Lekin avliyosi bor joyda shunaqangi odamlar ham bo'ladi-da. Teskari avliyolar ham bo'ladi. O'sha namanganlik xotinga qizi bo'lsa, farzandi bo'lsa nasihat. Xolajon, unaqa ma'ni yaxshi bo'lmaydi. Bu qaytar dunyo. Qaytib qolsa keyin xafa bo'lib qolasiz. Men uylanganim yo'q. Men to'y qildik, to'yda duo qilib kelinni kuzatish marosimlarini o'tkazdik. Shuni videoga olib tarqatib Abrordan yana bir narsa chiqararkanmi, kimmiz deb harakat qilayotganlar. O'sha xotin bosh rolda videoni tarqatayotganlar. Dunyoda qo'lga tushmasinglar mumkin, balki. Dunyo chunki qisqa, tezda o'tib ketib qolamiz. Yo siz o'tib ketib qolasiz, yo men. Lekin oxiratda uchrashamiz. Bir to'rt qator she'rim bor edi. Xolajon, eshitganmisiz? Bu hikoya so'ngida tuproqqa qorishamiz. Bizga tuhmat qilganlar mahsharda ko'rishamiz. Mahkamatul Kubro degan joy bor. U qiyomatda bo'ladi. Mahkama as-sug'ro dunyodagi mahkamalar bo'ladi. Kichkina mahkama, ozgina muddatga hokim mahkum masalasi bo'ladi. Qiyomatda Mahkamatul Kubro bo'ladi. Tilla tarozi bor-ku, xolajon, tilla tarozini sezgirligidan sezgir qiyomatda tarozisi. Tilla tarozi zarrani o'lcholmaydi. Mahkamatul Kubrodagi tarozi zarrani ham o'lchaydi.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Zarra qadar yaxshilik qilgan bo'lsa ko'rasiz. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zarra qadar yomonligingizni ko'rasiz. Qayoqqa qochib ketmoqchisiz, o xola? O troll. Tuhmat qilib, bo'ldi shu bilan qutuldim deb o'ylayapsizlarmi? Xo'p, bu xabarlarni ham endi bildirib qo'yay. Bo'lmasa, gapirmasangiz aybdor qilish oson ekan odamlarni. Indamasa, aybdor ekan degan xulosa chiqib qoladi odamlarda. Endi o'zimiz aslida oqlashga ehtiyojimiz yo'q. Oq kiyimni oqlashga ehtiyoj yo'q. Yoz boshlandi. Bolalar kuni bugun butun dunyoda nishonlanadi. Bolalarga bolalar huquqi to'g'risida alohida kunlar, tadbirlar o'tkaziladi. Bolalarni asrang, bolalarni yaxshi tarbiya qiling kabi lozunglar, shiorlar ko'p aytiladi. Xo'p, biz ham fursatdan foydalanib bolalarning huquqlari himoya qilinishi tarafdorimiz, buni doim zikr qilib kelamiz. Ta'limga bo'lgan e'tibor, ta'limni rivojlantirish yo'lida bo'layotgan islohotlar aynan shu bolalarning rivojlanishi uchun hissa qo'shadi, xizmat qiladi. Yangi voqealar, hodisalar to'g'risida bugun 1-iyundan boshlab jarimalar, yo'l harakati qoidasini buzganlik sababidan jarimalarga ball berilar ekan. Ehtiyot bo'lasizlar, agar 1 yil mobaynida 12 ball to'plasangiz 6 oygacha mashina haydash huquqidan mahrum qilinasiz. 12 ball. Namcha kam deyishingiz mumkin. Tezlikni oshirsangiz 20 kilometrgacha bo'lsa 0.5 ball yozilar ekan. 0.5 ball. Xo'p. Tezlikni 40 dan ko'ra oshirsangiz 1 ball yozilar ekan. Tezlikni 60 dan oshirsangiz 1.5 ball. U jarima to'lashdan tashqari bu ball yig'ilib boriladi yil davomida. Qizildan o'tib ketsangiz yana 1 ball yoziladi. Shunga yo'l harakati qoidalariga amal qilamiz do'stlar. O'zi mutlaq qonunga amal qilish kerak, yo'l harakati qoidalariga amal qilishimiz kerak. Shunda yo'lda tartib bo'ladi. Endi bugundan chiziqlarni bosganimizga jarima yo'q. Bu xursandchilik. Yana to'xtash mumkin emas degan belgi bor edi, o'shani ham bir narsa deyishlatdi. Endi ma'lum bir muddatga to'xtash mumkinmi? Bir ko'rib olish kerak uni. Xullas, xursandchilik va ehtiyot chorasini ko'rish xabar edi bu. Xabarlarni kuzatishda davom etamiz. Xo'p. Men hozir qizilda o'tdim endi. Yo'q, qizilda o'tmadim mana. Ba'zidan to'xtab qoladi oldingizdagi. Siz o'rtada qolib ketib qolasiz. O'shanda yo'lni bo'shatish kerak. Qizilda o'tgan bo'lmaysiz inshaalloh. Xo'p. Yana bitta chiroyli xabar aytayin. Men haligi qiz uzatgan otaga 40 yil tegma degan bizning o'zbekda maqol bor-ku. Charchoqdan chiqdim, qiz uzatdim, qiz. Qiz uzatdim degani o'zimni ya'ni qizim emas u. Bizni xonadonda yurgan bir yaxshi talaba singlimiz bor. Shuni to'yi bo'ldi. To'y endi oilalari yaxshi, odobli, axloqli, ajoyib odamlar. Shu bizni uyimizdan chiqarishdi endi to'yga. Bizni uyimizdan chiqdi, to'ylari o'tdi. Endi alhamdulillah bugun omonatni topshirib keldik kuyovga. Kuyovim yaxshi bola, o'zimizni tanigan, bilgan kishilarimizdan. Alloh baxtli qilsin, saodatli qilsin, yoshlarni o'rtasidagi muhabbatni ya'ni mustahkam qilsin.
farzand zurriyotlar bersin, sog'lik ha. Lekin Abror Muxtor Alini iloji boricha shu tirnog'ini ostida kirib bo'lish kerak shuni deb qidirib yurganlar o'sha to'y arafasida videoni olishib kanallarga tarqatishyapti ekan. Abror Muxtor Ali yana uylanibdi deb bir namanganlik bir xotin gapiribdi xullas. Namangancha qilib. Namanganni yaxshi ko'raman o'zi, Namangan avliyolar shahri. Lekin avliyosi bor joyda shunaqangi odamlar ham bo'ladi-da. Teskari avliyolar ham bo'ladi. O'sha namanganlik xotinga qizi bo'lsa, farzandi bo'lsa nasihat. Xolajon, unaqa mana. Yaxshi bo'lmaydi. Bu qaytar dunyo. Qaytib qolsa keyin xafa bo'lib qolasiz. Men uylanganim yo'q. Men to'y qildik, to'yda duo qilib kelinni kuzatish marosimlarini o'tkazdik. Shuni videoga olib tarqatib Abrordan yana bir narsa chiqararkanmi, kimmiz deb harakat qilayotganlar. O'sha xotin bosh rolda videoni tarqatayotganlar. Dunyoda qo'lga tushmasinglar mumkin, balki. Dunyo chunki qisqa. Tezda o'tib ketib qolamiz. Yo siz o'tib ketib qolasiz, yo men. Lekin oxiratda uchrashamiz. Bir to'rt qator she'rim bor edi. Xolajon, eshitganmisiz? Bu hikoya so'ngida tuproqqa qorishamiz. Bizga tuhmat qilganlar mahsharda ko'rishamiz. Mahkamatul Kubro degan joy bor. Bu qiyomatda bo'ladi. Mahkama as-sug'ro dunyodagi mahkamalar bo'ladi. Kichkina mahkama, ozgina muddatga hokim mahkum masalasi bo'ladi. Qiyomatda mahkamatul kubro bo'ladi. Tilla tarozi bor-ku, xolajon, tilla tarozini sezgirligidan sezgir qiyomatda tarozisi. Tilla tarozi zarrani o'lcholmaydi. Mahkamatul kubrodagi tarozi zarrani ham o'lchaydi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Zarra qadar yaxshilik qilgan bo'lsa ko'rasiz. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zarra qadar yomonligingizni ko'rasiz. Qayoqqa qochib ketmoqchisiz, o xola? O troll. Tuhmat qilib bo'ldi, shu bilan qutuldim deb o'ylayapsizlarmi? Xo'p, bu xabarlarni ham endi bildirib qo'yay. Bo'lmasa gapirmasangiz aybdor qilish oson ekan-da odamlarni. Indamasa, aybdor ekan degan xulosa chiqib qoladi odamlarda. Endi o'zimizni aslida oqlashga ehtiyojimiz yo'q. Oq kiyimni oqlashga ehtiyoj yo'q. Hop. Yana bitta xabar. Avvalo bir video qo'ydim men. Bu videoni men oldin gapirib yurganimdan keyin xulosa sifatida hujjatlari bilan dokumentalniy qilib ishlaganlari uchun qo'ydim. Bu videoda Shvetsiyaga qochib ketgan shvetsiyalik qaysidir bir negr xotinnimi, shved xotinnimi, kampirni o'ziga xotin qilib olgan bo'lsa kerak-da, shunaqa iltimos qilib hujjat tayyorlab olgan Komil vergul inson bo'l degan profildagi Komil qotil. Yo'lbo'y parvar. Mana shu Komilni faoliyatida e'tibor bergan bo'lsanglar, bizdan tilamchilik qilib mediada tanilishga harakat qildi. Tilamchilik degani doim meni profilimni tek qiladi. Meni ko'rgan hamma odam uni ko'rishga majbur bo'lib qoladi va aksar odamlar uni razil, shunaqangi pastkash odam ekanligini bildi. Lekin atrofida boshqa auditoriya ham bor. Bizga qarshi alami bor, shaxsiy adovati borlar ham bor. Bu Komil to'g'risida biz avval o'sha birinchi suhbatlarni o'zida ko'rganmiz. Bu Komil muqaddas tushunchasi yo'q bola. Menimcha yoshligida o'sha dadasi bo'lmushga o'xshab yashab yurgan, o'zi
hayotda o'rnini topolmaganligi uchun o'zi ham xotin olishda o'zi bir ya'ni tashabbus qilmagan, dadasi majburlab uylantirib qo'ygan, o'zini aytishi bo'yicha. Keyin u xotinini taloq qilgan, xotinidan ikkita bolasi bor. Bitta o'g'il, bitta qiz. O'g'lini ham oq qilgan, qizini ham oq qilgan. Va o'g'lini, qizini oq qilganligini o'zi chiqib e'tirof ham qilyapti. Ha, oq qilganman deyapti. Biz bilamizki, islom madaniyatida o'g'lini, qizini oq qilgan ota jannatga kirish qiyinlashadi. Bizni qadriyatimizda. Endi odamlarda iymon, e'tiqod masalasi birinchi planda emas. Ularda oxiratga iymon degan tushuncha yo'q. Ozgina dunyoda haqorat qilib olsam, tuhmat qilib olsam deb yashayapti ular. Biz tashab qo'yyapmiz. Chunki dunyoda ushlolmayapmizki. Ushlasak javobini beramiz. Biz bir paytlar ushlab javobini olganmiz ba'zi odamlardan, ko'rgansizlar. Endi ushlamaymiz, qochib yuribdi. Endi menga nisbatan shunaqangi trolling harakatlarini qilib yuruvdi. To'satdan Eltuz bilan. Eltuz menimcha turmush o'rtog'i. Rostdan ham turmush o'rtog'i bo'lish kerak bu. Chunki Eltuz Galiboy o'zi bu Komil o'shani oldiga borib suykalib yurdi. Keyin meni ustimdan Shvetsiyadagi elchixonaga, undan tashqari yana ba'zi tashkilotlarga ustimdan ariza yozdi. Ja ko'chani tilida gapiradi-yu, ha? Terpilalik qildi. Terpila. Ustimdan ariza yozdi. Arizani mazmuni mohiyatida Komil Abror Muxtor Aliyni ustidan shikoyat qilamiz. Nima sababdan shikoyat qilasan? Shvetsiyada gomofobiyani tarqatyapti deb shikoyat qilgan. Boshqa narsalar ham bor, ichida shu ham bor. Gomofobiyani tarqatyapti deb ustimdan ariza yozgan odam. Nima degani? Ha? Galiboy parvar degani. Galiboy parvar o'sha Komil. Ya'ni Galiboylarning tarafini olib, meni ustimdan bu Galiboylarga qarshi ekan, Shvetsiyada shu fikrni tarqatyapti o'zbeklarning ichida deb ariza yozgan odam. Buni endi odam deymizmi? Bu odam emas bu. O'zbekistonda qotillik qilgan, odam o'ldirgan, zakazga. Bir xotin erini zakaz qilgan, o'sha erini zakaziga bu borib turib ikkita qotil yollagan, birgalashib 3 kishi borib o'ldirishgan. Formani qattandir sotib olib. Va o'sha yerda bir narsaga ko'zim tushdi meni. Bu yerda nima deyapti? Ma'lumoti o'rta deyapti. Ma'lumoti oliy emas, o'rta deyapti. Va bu men xodim bo'lib ishlaganman deb odamlarga gapirib yuradi. Ovozim uzilib qolmadimi? Telefon bo'lib qolyapti-da. Ovozim eshitilyaptimi do'stlar? Ovoz eshitilayotgan bo'lsa, plyus yozib yuboringlar. Telefon bo'lib qoldi-da. Ovoz eshitilayotgan bo'lsa, plyus. Xo'p. Ovoz bor. Demak, o'sha hujjatda Komil Shokirov ma'lumoti o'rta deb chiqyapti. Xodim bo'lish uchun o'rta ma'lumotli bo'ladimi? Shuni men bilmayman, lekin aniq bilmayman. Chunki Komilda rost gap eshitmaganmiz. Har doim yolg'on gapirib kelgan. O'zbekistonda siyosiy bosimlarga uchraganim uchun hijrat qilib chiqib ketganman deyapti. Biz O'zbekistonda siyosiy partiyalar, siyosiy muxolifatlar ichida Komil Shokirov degan odamni tanimaganmiz, ko'rmaganmiz. Siyosiy muxolifat hammasini bilamizki. Kim siyosiy muxolifat, nima ish qilib yurgan? Dadaxon Hasanovlar siyosiy muxolifat. Rauf Parpilar siyosiy muxolifat. Hozir Jahongir Muhammadlar. Bu deylik Muhammad Solihlar. Siyosiy muxolifatlar ma'lum o'zi. Bu
Po'lat Bobojon, yo'q, Po'lat Bobojonov emas, Po'lat alla nima ayb degani ham bor edi. Adolat. Abdurahim Po'lat. Abdurahim Po'lat. Bular muxoliflar. Komil qanaqa muxolif bo'lgan ekan, qanaqa siyosiy muxolifat bo'lgan ekan. Xullas, endi bu o'zidan qahramon yasayapti, Robin Hood. Men haqimda shunaqangi obro'sizlantirish kampaniyasi boshladi, demak men to'g'ri yo'ldaman degan fonni yaratyapti. Qotil emasligini isbotlovchi dalillar keltirmayapti. Qaysi tashkilotda qanaqa muxolifat bo'lgan, unaqa gaplar yo'q. Lekin o'tirib olib odamlarga qulog'iga shunaqangi lag'mon ilib o'tiribdi. Xo'p, yomonni yomonligiga qo'yib qo'y, unga o'sha yomonligi kifoya degan maqol bor arablarda. Bunga shu o'zi mana shunaqangi maxinatsiyalari kifoya qiladi. Biz kuzatamiz, kutamiz, ko'rasizlar, gapimni tagiga chizib qo'yinglar. Bu odamlarning umri uzoq bo'lmaydi. Ya'ni bunaqa faoliyatni umri uzoq bo'lmaydi. Bir yolg'on, bir insonchalik yashamaydi. Hammasi chiqadi. Qotil ekanligi chiqdi mana. Rasmlarda turibdi. O'zini tergovda bergan ko'rsatmalari turibdi. Ko'rsatmalarida men falon narsa qildim, bo'g'dik, urdik, o'ldirdik deb e'tirof qilyapti. Bu endi bugun o'zidan siyosiy muxolifat yasayapti. Savodam 0 endi, ko'rib turasizlar. Ikkita jumlani bir-biriga to'g'ri bog'lay olmaydi. Bog'lay olmay qolgan paytida haqorat qiladi. Haqorat qilsa, jumla bog'lanib ketadi, keyin davom etaveradi. Fosiq odam. O'shanga buni fosiqligi yana aldanib qolayotganlarni ogohlantiray dedim. Bu ham bir xabar do'stlar. Shvetsiyadan yuribdi ekan. Qani qachongacha yurarkin. O'zi quloq ekanligini hech qachon inkor qilmagan. Men deyapti, Shvetsiya politsiyasiga ariza yozganman 3 oy oldin deyapti. Kimlarnidir ustida. Yana yozaman deyapti. Bu siyosiy boshpana olgan odamlarning ustidan ariza yozaman deyapti. Quloq odam. Xo'p. Keyingi masala, keyingi mavzu. Suriya ancha sokinlashdi. Bilamiz, ko'rib turibmiz. Demokratik davlat Suriya davlati sifatida faoliyat qilyapti. Bir paytlar Juloni nomi bilan bo'yniga 10 million dollar tikilgan shaxs bugun Ashar nomi bilan diplomat stolida o'tiribdi. Suriya prezidenti, Suriya demokratik davlatining prezidenti Ahmad Shar. Bir paytlar Juloni nomi bilan yurganda bizni faqat Suriya emas, Qudus ham kutib turibdi degan edi. O'sha videosini qo'yib, arablarning o'zida o'sha videosini qo'yib, bizni Qudus kutib turibdi degandan keyin bu yoqda Trump bilan ko'rishib so'rashayotganligini videosini qo'yib qo'yishibdi. Ba'zilari yozyapti. Qudusni yana bitta nomi Trumpmidi yoki Trumpning nomi Qudusmikin deyishyapti. Trump nomida katta mehmonxona quraman deyapti degan va'dasini berdi Trumpga. Trump chizgan chizig'idan chiqmasligiga va'da berdi, menimcha katta ehtimol bilan. U yondagi davlatlar bilan urushish yo'q bizda deyapti. Xullas, o'tdagi o'zbeklar masalasi ko'tarilyapti hozir. O'zbeklarni nima qilamiz? Bechora bizni qora ko'zlarimizga endi pasport berish, ular suriyalik ayollarga uylangan, farzand ko'rgan, o'shaning uchun shu yerda qolish kerak ular degan gaplarni gapiryapti. Lekin orqa planda nima bor? Uni biz bilmaymiz. Chunki Rossiya aviya bazasiga hujum qilgan bolalar O'rta Osiyolik bolalar edi. Va bundan meni xabarim yo'q dedi. Ularni rus armiyasi urib, rus aviya hujumchilari urib o'ldirib olishligini balki ta'minlagan bo'lishlari mumkin. Druziylarga hujum qilgan ham O'rta Osiyoliklar edi. Ularni himoyasiga
bu Yahudiylar chiqadi va bularni qilib tashlaydi degan siyosat bilan bularni yurg'izib yuborganmi, uni ham bilmaymiz. Xullas, Suriyada yurgan o'zbeklar, sizlarni kimdir qanaqadir urushga tashviq qilsa, falon joyga borib o'ldiraylik, alaviylarni o'ldiraylik desa, bilingki, sizni qurbon qilish uchun oldinga surishyapti. Kurtlarga yuraylik desa, o'sha tomonga yurganingizda sizdan qutulish uchun, siz muammosiz hozir Suriya uchun. Suriyani hozirgi demokratik davlati uchun muammosiz. Chunki urushdan chiqqansiz, sizni qo'lingizda bir dehqonchilik, kasb hunar, tijorat, unaqa narsalar yo'q. Siz qurol bilan kun ko'rgansiz urushib. Endi shu masalada sizni oldinga surib yo'q qilib yuborish rejasi bor. Bir qancha rejalar bor, shulardan bittasi shu. Shunga tushib qolsangiz ketdingiz. Yasrovkaga tashlab yuborishadi yana. Endi Turkiyadan Suriyaga samolyot qo'yilgan. Ana shu samolyot kim nima tekshirmasdan juda ko'p odamni Suriyaga borishiga sabab bo'lyapti. Bizning yoshlarimizga tavsiya, aldanmang. O'zingizni yurtingizda qilayotgan xizmatingizdan ortig'i yo'q. Ota-onangiz bo'lsa, ularning xizmatini qiling. Farzand bola-chaqangiz bo'lsa, ularning tarbiyasi bilan shug'ullaning. O'zbekistondagi ba'zi bo'layotgan kamchiliklarni bahona qilib, bu propagandaga aldanib, vataningizni tashlab ketmang. Xoin qilishadi sizni. Boshqa yo'l qolmaydi. Sizni xiyonat qilishga majbur qilishadi. Boshqa yo'l qolmaydi. Shuning uchun o'zingizni vataningizda xizmat qilib, o'zingizni vataningizga sodiq bo'lib, millatingizni ravnaqi uchun, kelajagi uchun xizmat qilavering. O'sha Suriyada reja qilib turgan demokratik davlat O'zbekistonda zotan qadam tashlab ketyapti. O'sha maqsadlar bilan diniga amal qilyapti. Xo'p, biz endi rasmiy diniy mansablarda ishlamayotganimiz uchun bu 4-xabar. Buni ham anons sifatida aytib qo'yay. Diniy mavzularda suhbat qilmayapmiz. Chunki diniy qo'mita orqali ruxsat olish kerak. Unga vaqtimiz bo'lmaganligi uchun diniy mavzulardagi suhbatlarni to'xtatib turibmiz. Agar rasmiy bir joyda ishlash imkoniyatimiz bo'lib qolsa, balki buni davom ettiramiz. Bu rejalarimizni ya'ni kelajak ko'rsatadi. Xo'p, nimaga buni aytyapman? Meni nomimdan ochilgan, men nazorat qilmaydigan profillar bor. Instagramda, TikTokda, boshqa platformalarda. Meni o'sha qisqa diniy mavzuga aloqador eski suhbatlarimni qo'yayotganlar meni ixtiyorimsiz qo'yyapsizlar. Unga javobgarlik masalasini ya'ni e'tiborga olib qo'yinglar. Javobgarlik masalasi bor. O'shaning uchun diniy mavzularni qo'ymay turganimiz ma'qul. Siyosiy masalalarda xabar almashinuv, tijoratga aloqador ba'zi siyosiy bahslar, adabiyotga, boshqa mavzularga tegishli gaplarda diydorlashib gaplashib turamiz. Barchalarga tashakkur. Bugun bizni shu oz qisqa bo'lgan xabarnomamizni sabr bilan tinglaganlar uchun alohida tashakkur. Vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Nasib bo'lsa yana bir diydorlashamiz. She'r o'qib berayimmi? Xo'p. She'r o'qib berayim. Hop.
Hop. Ajoyib she'r. Najib Fozilniki o'zlashtirma. Sinar bir kun bizga qayralgan tishlar. Qaytar shonli azonlar bizning. Ko'kdan bir qo'l mazlum boshlarni silar. Barq urar bu kungi oz onlar bizning. Tusqlar yiqilur, chiqamiz yo'lga. Qovushamiz hijroni yo'q usolga. Qoldirmay chorasiz hech ehtimolga. Erishgan g'alaba iymonlar bizning. Qutular til, tarix, axloq va iymon. Ko'rarlar kimligin asl qahramon. Yer va ko'k suv bermay qo'ygani zamon. Har yerni sug'arar to'g'onlar bizning. Ketarmiz, nur yo'limizda ketarmiz. Quchoqda tosh, suvlar tizda ketarmiz. Bir kun oqshom bo'lur, bizda ketarmiz. Qolur dudoqlarda azonlar bizning. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Toshkentda 31 yoshli erkak 11 yoshli qizni muntazam zo'rlab kelgani aytilmoqda. Erkak ikkinchi xotinining 11 yoshli qizini muntazam zo'rlab kelgan. Dunyo bo'ylab har yili 1 milliondan ortiq bolalar zo'ravonlik qurboniga aylanadi. Biz bu yuk bilan yashayapmiz.
muntazam zo'rlab kelgan. U rad etib bo'lmas dalillar. 2 kun sizga beraman, 2 kun. O'chirdimi? Nima o'chir? Odam kelgandan keyin xudo xotiniga, bola chaqasiga qarash kerakmi? 2 kunda yetib kelmasang, o'g'lingni dabdalasini chiqaraman. Qassam ichaman. Nima edi? Jonimga tegib ketdi hammasi. Bir tiyin pulim yo'q, bechoralarga o'xshab o'tiribman. Nima ish? Toshkentda 31 yoshli erkak 11 yoshli qizni muntazam zo'rlab kelgani aytilmoqda. Erkak ikkinchi xotinining 11 yoshli qizini muntazam zo'rlab kelgan. U rad etib bo'lmas dalillar bilan qo'lga olingan. Dunyo bo'ylab har yili 1 milliondan ortiq bolalar zo'ravonlik qurboniga aylanadi. Biz bu yuk bilan yashayapmiz. Meni zo'ravonliksiz bolalikka haqqim bor. Meni xavfsiz yashashga haqqim bor. Meni eshitishlarga haqqim bor. Menga yaxshi munosabatda bo'lishlariga haqqim bor.
otasi yomon bo'lsa, oilada bitta bola yomon bo'lishi mumkin. Agar onasi yomon bo'lsa, hamma bola yomon bo'lishi mumkin. Bilasizmi, bu maqol bejizga aytilmagan. To'g'ri, hamma oilalar ham ideal, chiroyli bo'lavermaydi. Hamma oilada muammolar bo'lishi mumkin. Shunaqa farzandlarni ko'rganmiz, oilasida otasi axloqsiz bo'lishi mumkin. Bunaqa muammolarni juda ko'p aytishadi. Lekin men aytamanki, otasi kim, qanday inson bo'lishidan qat'iy nazar, oilada ona yaxshi bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Men shunaqa oilalarni bilaman. To'g'ri, otasi piyonista bo'lishi mumkin, otasining qanaqadir xulqi buzuq bo'lishi mumkin, lekin onasi chiroyli, sabrli ayol bo'lgani uchun hamma farzandlari bir-biridan chiroyli xulqlida. Lekin agar otasi yaxshi inson bo'la turib, onasi xulqi buzuq bo'lsa, oilada hamma farzanddan ana shu buzuqlik ko'rinadi-da. Shuning uchun aytamanki, oilada otani qanday bo'lishidan birinchi onani qanday bo'lishi, onani qanday xulq-atvorga ega bo'lishi bu eng muhim asl tarbiyada. Shuning uchun ham aytiladiki, farzandni tarbiyalashning birinchi qadami unga yaxshi ona topishdan boshlanadi.